Bir kishi bomdod namozini masjidda o'qish uchun erta uyg'onib, yuvinib yo'lga tushdi. Ammo yo'lda yiqilib, kiyimlari iflos bo'ldi. Keyin u yana uyiga qaytdi. Uyda kiyimlarini almashtirib, yana yuvinib masjidga yo'l oldi. Lekin yo'lda yana o'sha joyda yiqilib tushdi. U yana uyiga qaytib, yuvinib yana yo'lga tushdi. Yo'lda esa qo'lida chiroq tutgan bir kishini uchratib qoldi. U hayron bo'lib, "Kimsiz?" deb so'radi. U kishi, "2 marta yiqilib tushganingizni ko'rib, sizga yordam bermoqchi bo'ldim" dedi. U kishiga rahmat aytdi va birga masjidga yo'l olishdi. U chiroqli kishiga namozni birga o'qishni bir necha bor taklif qildi, lekin u rozi bo'lmadi. Keyin undan so'radi: "Nega namoz o'qishni xohlamayapsiz?" Chiroqli kishi esa: "Men shaytonman. Men tufayli 2 marta yiqilib, kiyimingni iflos qilding. Uyga qaytganingda kiyimlaringni almashtirding va yana namozga bording. Alloh shunda barcha gunohlaringni kechirdi. Keyin sen yana yiqilding, ammo bu ham seni to'xtatmadi. Shunda Alloh barcha oila a'zolaringning gunohlarini kechirdi. Yana yiqilsang, Alloh taolo qishlog'ingdagi barcha insonlarning gunohlarini kechiradi deb qo'rqdim. Keyin seni avaylab masjidga yetib kelishingga yordam berdim."